Respublikamizda qurolli kuchlar safidagi muddatli harbiy xizmatchilar uchun imtihonlar boshlandi va ayni kunlarda Milliy gvardiyaning Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasida o'z xizmat burchini olib borayotgan harbiy xizmatchilar uchun ham test sinovlari bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Milliy gvardiyaning Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda Milliy gvardiyaning ixtisoslashtirilgan o'quv markazida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar uchun muhim va mas'uliyatli test sinovlari tashkil etildi. Ushbu test jarayonlari harbiy xizmatchilarning bilim darajasi va salohiyatini aniqlash, shuningdek ularga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kiritish uchun tavsiyanomalarni qo'lga kiritish imkonini yaratgani bilan alohida ahamiyat kasb etdi. Ayni damda Milliy gvardiyaning Sirdaryo viloyati hududiy boshqarmasi hamda o'quv markazi tasarrufidagi Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar uchun bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi binosida test sinovlari bo'lib o'tmoqda. Mazkur test sinovlari askarlarimizga oliy ta'lim muassasalariga kirishda tavsiyanoma berish uchun o'tkazilyapti va bunda askarlarimiz uchun 3 soat vaqt belgilangan bo'lib, jami ularga 100 ta savol belgilangan, ya'ni bundan jangovar tayyorgarlik, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, matematika, fizika hamda mantiqiy savollardan iborat. Test sinovlari Bilimni baholash agentligi xodimlari tomonidan adolatli va shaffof tarzda o'tkazilmoqda. Jarayonlar to'liq video kuzatuv kameralari ostida tashkil etilgan bo'lib, askarlarimizga barcha sharoitlar yaratilgan. Mazkur test sinovlarida muvaffaqiyatli o'tgan askarlarimizga belgilangan tartib bo'yicha tegishli qo'mondonlik tomonidan tavsiyanoma beriladi va mazkur tavsiyanoma ularning oliy ta'lim muassasalariga kirishda, ya'ni bu yerda ikki xil toifa belgilangan. Harbiy oliy ta'lim muassasalariga topshirganda to'plagan baliga 50% qo'shimcha ravishda ball berish tizimi, agarki davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirganda esa ularga umumiy kvotaning 5% da alohida kvotalar ajratiladi va ushbu imtiyozlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Test sinovlari zamonaviy Face ID identifikatsiya tizimi orqali o'tkazilib, har bir ishtirokchining shaxsi aniq va ishonchli tarzda tasdiqlandi. Bu esa test jarayonlarining shaffofligi, ochiqligi va adolatli tashkil etilishini to'liq ta'minladi. Sinovlar davomida belgilangan tartib, intizom va qoidalarga qat'iy amal qilinib, barcha harbiy xizmatchilar uchun teng sharoit yaratildi. Test sinovlari boshlanishidan avval ishtirokchilarga test topshirish tartibi, jarayon mexanizmi hamda baholash mezonlari batafsil tushuntirildi. Bu esa har bir harbiy xizmatchining sinovlarda o'z bilimini erkin va xolis namoyon etishiga xizmat qildi. Test sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan harbiy xizmatchilarimizga oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun imtiyozli rekomendatsiyalar ajratish belgilangan. Hozirda harbiy xizmatchilarimiz imtihonlarni topshirishyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsadimiz ayni vaqtda xizmat burchini bajarayotgan muddatli harbiy xizmatchilarimiz xizmat burchini bajargandan so'ng, tugatgandan so'ng vataniga, xalqiga xizmat qiladigan yetuk kadrlar bo'lib yetishiga ishonaman. Bizda testda qatnashdi jangovar, maxsus taktik tayyorgarlik, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik, shuningdek tibbiy taktik tayyorgarlik, ommaviy qirg'in qurollari, matematika, fizika shu fanlardan testlarimiz bo'lib o'tdi. Testlarimiz adolatli va shaffof tarzda o'tkazilyapti. O'ylaymanki, men bugungi test natijalarini muvaffaqiyatli o'tdim deb hisoblayman. Shuningdek, barcha quroldosh yaqinlarimga omad tilayman va kelajakda o'zim xohlagan oliy ta'lim muassasalari yoki bo'lmasa universitetda o'qishimga ishonaman. Jarayonlar yuqori tashkiliy saviya asosida belgilangan me'yorlar doirasida o'tkazildi. Xulosa qilib aytganda, mazkur test sinovlari muddatli harbiy xizmatchilarning bilim va intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, ularning kelgusidagi ta'lim va kasbiy faoliyatiga mustahkam poydevor yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday e'tibor va imkoniyatlar yoshlarning vatanga sidqidildan xizmat qilishi bilan bir qatorda bilim olishga bo'lgan intilishini yanada kuchaytirib, barkamol va malakali kadrlar yetishib chiqishga xizmat qiladi.